Assalomu alaykum. Skamika bilan to'planuvchilarimiz, skamikamiz temirli so'rilarimiz ham tayyor bo'ldi inshaalloh. Bu stollarimiz Qo'qonga 4 uzunidan 2 ta kaltasidan tushgan va komplekt qoqib qo'ya qoldim. Bitta xona yo'q xolos. Uzunligi skamikamizniki 2 metrli. 4 kishi maza qilib o'tiradi inshaalloh. 4 kishi 5 kishi. Xotirjam. Bu skamikalarimizni atka razmerini ham qilib beramiz. Shunaqa donalab ham sotaveramiz. Kaltasini ham, uzuni ham. Qildirmoqchi bo'lganligim tepasida Gulloniga nominani, brendini yozib beramiz. Oshxona bo'lsa oshxonaga, shunaqa stadion nomi bo'lsa stadionlarga tushirib beramiz. Nomlargacha inshaalloh. Bizda xatek holatda ham skamikalarimiz bor. Zakaz tanlab beramiz inshaalloh. Uzunligi 2 metrli, bu ham 10 kishi maza qilib o'tiradi. Ko'rib turibsizlar. Xonamizdagi taxtasi ham 3 taxta bo'lgan. Ramkalargacha ponna profillar. Kengina yasalgan xotirjam maza qilib o'tiradi. Ko'p kishilar. Tegilar ham, belvoqchilar ham xonniki temirdan bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Bunteglarga noshkalarni qoqqanmiz, rezinkalarni qirilmasligi, purchotka, kaflar borlar, kaflar shilinmasligi. Rezinkalarni qoqib qo'yamiz chiroyli qilib. Teglar ham baquvvat. Stollarimiz ham ko'rib turibsizlar. 3 tadan belog'larni qilingan. Chiroyli qilib shurublab qo'ytirilgan baquvvat qilib. Suvarkalarimiz ham Kantashka suvarka apparati bo'lgan. Orqalarini ko'ringlar. O'zini e'tibor bering. Inshaalloh chiroyli qilib sizlarga ham yasab beramiz. Zakaz bersangiz inshaalloh. Mana temirli so'rilarimiz tayyor. Buni razmeri 2,5 ustunlari 8 ustundan bo'lgan. Boqat qilib yasalgan buni ham. Bunday esa 6 ga 4 bo'lgan, pastidagi 8 ga 4 bo'lgan. 4 ga 2,5 ishlagan, 2 ga 1 ishlagan. Aytga list qoplama qilganmiz. Boqat mana. O'zini eshitib turibsizlar inshaalloh. Boqat. Buni ham devo kraskadan sochganmiz bunga. Laklab. Bu ham yig'ishtiriladi. Galga bo'lakli bo'lgan. Bunga tagga laglarni 3 ta qo'yilgan. Poli 2li poldan bo'lgan. Davlat murojaat qilaverasizlar. Ishlarni hal qilib beramiz so'rab bo'yicha. Buni kimdirga bunaqa holat yo'q edi. Bu ham zakazga yasalgan. Xuddi unga nima ishlagan bo'lsa, bunga mana shunaqa narsalar ishlagan. Buni metrada tevasidagi 8 ga 4, pastidagi ham 8 ga 4, 4 ga 2,5, 2 ga 1 ishlagan. Ustumi ham 8 ga 8, gaga bolt yig'ishtiriladi. Buni pastapkentdagi listlarni ham qoplama qilganmiz. Chiroyli qilib shpagulab qo'yamiz ustalgan. Inshaalloh zang degan narsa o'qimaydi. Buni tagida 4 talarga 1, 2, 3, 4 ta. Buni ham pol 2li pol bo'lgan, shpolli pol bo'lgan. Bir-biriga kiradigan. Bu ham materialimiz boqat bo'lgan. Buni ko'p turibsizlar. 8 ustunlar. Ba'da bunaqa posonda ham bor. Buni ham ustumi 8 ga 8 bo'lgan, 6 ga 4 ishlagan, 8 ga 4 ishlagan. Betlari 1,5 tunki gullar.
Buni ham lagasi 3 ta. 1 2 3. Mana sepib turib qo'yibdilar. Kalavetimiz böyle bağdayız göster tamam. Kalavetlerimiz polda. Qalili ikkili. Bir kiradi ochib olib pol bo'lgan buni. Hammasi shunaqa. To'g'risi bundan muammo bo'lmaydi. O'zi buni ham laklaymiz. Lakka tayyorlaydi. Bu kalavetimiz ham yig'ishtiriladi. Gaga bo'ltlarni qo'yganmiz bunga ham. Chiroyli boqat qilib. Lagalarni ham temirdan ba'zi qo'shqa biz yog'ochdan qilmaganmiz. Lagalarimiz ham 6 ga 4 boqat qalinidan qo'yganmiz. Murojaat qilaverasizlar inshaalloh. Tayyorlab beramiz hammaniga. 94 461 55 53. Har xil turdagina yasab beraveramiz. O'zini yoqqaniga mana shu yo'qdi deb turib aloqaga chiqsana. Bo'ldi inshaalloh hammaniga yasab beramiz. Shunaqa skemaykalarni ham. Temirli kachelarimiz ham bor. Tayyorlatganimiz inshaalloh bu ham o'tadi tez kunda.